Bor yo'g'i 1100 kilometr yurgan Hyundai Granger Calligraph versiyasidan yana bitta keldi akalar. Mashinamiz 2025-yil 8-oy. Xo'p, mashinamiz aytganimdek eng full komplektatsiyada. Tashqarisiga bitta baho bersanglar, oblisovkasi alohida qilib ishlangan bo'ladi. Bu Calligraph versiyalarniki. Xo'p, mashinamizni balonlariga keladigan bo'lsak, chaqmoq diska ham deyshadi. 20 li diska. Hop, kumxo balonlarda mashinamiz. Balonlari yap-yangi holatda turibdi. Ichlarini bir alohida ko'rsatib o'taman. Besключевый достуp, 360 kamera, hammasidan bor, head-up display. Mashinamiz shuni ochishimiz bilan, hop, jigarrang salon, polni, kecha ko'rsatganimiz qaymoq rangi, jigarrang aralashgan edi. Bunisi polni, jigarrangi o'zi. Hop, o'tirib ko'ramiz. O'tirishimiz bilan mashinamiz shushkab sizni kutib oladi. Hop, ko'rib turibsizlar, 1152 kilometr bosib o'tyapti. Mashinamizda sizlarga kerak barcha funksiyalar bor. Multimedia, cruise control. Cruise control bo'lganda ham adaptive cruise control. Bu adaptive cruise control oddiy cruise control emas. Oldidagi mashinaga qarab, sizni masofangizni ushlab ketadigan tizim bo'ladi. Head-up displeylar ham ishlab turibdi mashinada. Hop, multimedia ishlab turibdi. Drive modlari bor bu yoqda. Hop, sensorli climate control. Bu yoqda multimedia. Sizlarga kerak bo'lgan barcha funksiyalar bor akalar. Akalar, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, CIP Toshkent $39400 ga yetib boradi. $14000 oshiqroq rastamoshga chiqadi. 53500 atrofida plus minusda hisoblasa ham bo'laveradi. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli holatda qilib mashinani yetkazib beramiz.